Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. İslam və Biz proqramımızın 158-ci saniyyə görüşünlərini qarşı alımız. Mən Abdullah Yalqun. Qadirli görürmənlərimiz, hammalara məlum bolğandək, yıllardan bu yan davam qılıb atqan bu proqramımızda hər bir musulman Qur'an və sünnət nuru asılı düşünüş gerek bolğan xilmi-xil temalarını ayrım-ayrım mavzu qılgan şəkildə huzuruna sunup kelyapmiz. Her programımızda Allah Subhanahu ve Taala'dan sözlengen bu məzmunlarını hakiki doğru düşünüp hayatımızı tətbiqlab dünya ve ahiretinin bəxt saadetiga erişken müminlerden qilishini tövənçik bilen sorab başlavatımız ve ahırlaştırvatımız. Yana da şu duayımız bilen başlayımız programını. Tünü gün biz elanımızda bəgəndək bugünkü temamiz intayin muhim temalardan biri bolğan. Peygamberlerinki hörlük ve müstakillik davası hakkı toxtulğanlığımızı elan bəgəndik. Elbette hazırgacha 158 san davamlaşıbdı. Nəhayət uzun davamlaşqan proqramlardan biri. İçində nurgun xilmi-xil temalarını toxtaldıq. Kanalımızda hem bəzi parçalanıb qoyulub. Bu məzmunlara hər bir qeyrindaşlarımızın ki yaxından diqqət qılıb onu doğru düşünüb Allah'ın rəhmətiga bir qeyriç bolsun yaqınlaşqa tirişçallıq köstişini hər vaxt ümid qılımız qadirlik qeyrindaşlarımızın proqramımızın hər daimlik əziz mehmani Allah tanışıb bolğan hörmətli ustad Şərq Türkistan Ulumalar Birliyi şundaqla Dünya Müslüman Alimler Birliği Azası Abdurrahman Cemal Kaşgari'ni teklif kıldık. Kıymetli vaxtını çıkarıp kadem təşərrüf bəgəlik üçün köp rahmet eytimiz. Allah razı olsun. Rahmet, Allah razı olsun. Qadirli görürmənlərimiz, programımız YouTube ve Facebook kanallarımız arqılıq Naq Meydandan tarixli vatıdı. Ekran aldı çıxıb duruyatqan nömrümüz şundaqla ictimai fikir vasitəldiki alaqı vasitələrimiz arqılıq programımızға alaqadar hər qandaq fikir təklif bolsa berişinlərinin suallarına bolsa soruşunlarını ümid qılımız. Şundaqla köplügən qeyrindaşlarımızdan paydalanış üçün həm bəhərləb qoyuşunu həm unutmayızlar. Bundaqda bevasitə başlayıb gəlsək hörmətli ustaz temamızı. Əlbəttə peyğəmbərlər aslı hörlük və müstəqillik desə damallıqqa müstəqillik yeni zamandakı, yeni dəvirdəki bir fuqun boğaşqa temada məsələn bəzilər hər xil bu nima peyğəmbərə qandaq çatıdı deyə oylab qilishi mümkün. Şu an aldı bilen birinci sualımızda peygamberlerin daveti, hörlük ve müstakillik görüşüge qandaq qaraydı degan sualdan başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hamsana peygamberimizge dua salamlar olsun. Köplegen Müslümanlar peygamberlerin vazifesini, akidenin erkanlarını bayan kılış, ibadetinin asaslarını bayan kılış, güzel ahlak şakırış ve şunun katardaki işler deb qaraydi. Bu sebepten imanninki yoki aqidaning asoslarini bir joyda bilsa, 5 islomninki asosiy shuar xarakterli ibodatlarni qilsam, go'zal axloqli bo'lsam, mening ishim tugdi. Payg'ambarning yo'lida mangan bo'laman, mas'uliyatim tugdi. Bu vatan bilan, millat bilan, ummat bilan mening nima ishim? Uning bu iymon bilan, aqida bilan, tavhid bilan hech qanday aloqasi yo'q deb qaraydigan bu ahvol bugun kunlikda bir krizisga aylandi. Fikir krizisiga, düşünce krizisiga aylandi. Halbuki bu adalet meselesi, hürlük meselesi, müstakillik meselesi bu peygamberlerini tutup gelgen yolu. Biz ibadetle qandaq çın tutqan bolsak, adalet meselesini, hürlük meselesini, müstakillik meselesini peygamberinin yoluna erişilgan bolsak, bunu tutmağışımız lazım. Zulümge karşı duruş, müstebitlik karşı duruş, müstemlike karşı duruş, xorluk karşı duruş, her türlü irqi qırğınçılıklar karşı duruşu peygamberlerin körsetmesi. Bu mu itiqat meselesi, bu mu iman meselesi? Bu Müslümanlık mecburiyeti mesele. Peygamberler olsa, akide de olsun, ibadet de olsun, ahlak da olsun, ya ki adalette, ya ki hürlükte, ya ki azatlık hareketinde, ya ki müstakillik hareketinde, ya ki cihat hareketinde en yukarı derecelik örnek karakterdeki ülgülük şahslarımız, ülgülük şahslar. Peygamberlerin hayata karşısak bu siyereti de, hayatı da nahayeti ruşen görünüp durdu. Bunun için peygamberlerin hayatını tetkik kılış, izleniş lazım kardeşler.
Barlıq peyğəmbərlərin asas vəzifəsi nəsə? Təbii halətdə hər bir müsəlman bilişi mümkün. Peyğəmbərlərin asas vəzifəsi təvhid çağırış, imanğa çağırış, ibadətlərə çağırış, əxlaq çağırışdır. Bu birinci vəzifəsi peyğəmbərlərin. Muşnu olarlar. Peyğəmbərlərin vəzifəsi tügəmdi degan sual çıxır. Yox, tügəmədi. Peyğəmbərlərin təvhid çağırış məsuliyyəti var birinci olar. İbadətlərə çağırış, gözəl əxlaq çağırış, ictimai tüzümgə riayət qilishdən ibarət bu çağırıqları var. Bunun peyğəmbərlərin məsuliyyəti yoki peyğəmbərlərin vəzifəsi tügəb qalmaydı. Çünki peyğəmbərlər bundan başqa şəxsi və ictimai ədalət çağırdığını çağırdı. Hürlük çağıramdı olsa çağırdı. Dini erkinlik çağırdı. İnsani erkinlik çağırdı. Millet erkinlik çağırdı. İnsaniyet hürlüğe erkinlik çağırdı. Müstakillik çağıramız çağırdı. Birlik çağırdı. Qarindoshlik çağırdı. Devlet kuruş çağırdı. Dinni himaye qilish çağırdı. Müslüman kimligida mustahkam turish çağırdı. Muşularning hammasi kimning ishi etsa? Peyğəmbərlərin işi. Peyğəmbərlərinki vəzifəsi peyğəmbərlərin məsuliyyəti. Peyğəmbərlər qıp gələn iş. Demək biz müsəlmanlıq dava qıldığan bolsaq, peyğəmbərlərin izidən mamız deyilən bolsaq, aqidə bilan birlikdə, ibadət bilan birlikdə, əxlaq bilan birlikdə bu ədalət görüşü kirişimiz lazım. Hürlük görüşünü imani məsələ deyə qarışımız lazım. Zulm, təcavüzçünün aldıda müstəqillik görüşünün bu etiqad məsələsi təvhiddən ayrılmaz bir qismi edib, ya təvhiddən təqazzası edib bunu düşünüşümüz lazım. Xoş. İnsaniyet tarihi qaraydigan bolsa, hürlük görüşü ep bağan, müstaqillik görüşü ep bağan qaysi bir lider olsun. Afrikada olsun yoki boshqa yerda bo'lib qolsin. Bu hürlük uchun müstaqillik uchun qanchalik bedel to'lashidan bo'lgan bo'lsin, qanchalik kuch chiqargan bo'lsin, payg'ambarlarning hürlük görüşü, müstaqillik görüşü u liderlarniki, u rahbarlarnikidan yuqori darajada, uningdan ustun. İlahi vahiyninki ko'rsatmasi ilohiy vahiyning nuri ostida eng sog'lom ravishda payg'ambarlarning ozodlik harakati, hurlik harakati va mustaqillik harakati dunyodagi yoki insoniyat tarixidagi har qanday mustaqillik harakatining liderlarining oldida turdi. Payg'ambarlarning tavhid chaqirig'i var, tavhidga chaqirishi var, ibodat chaqirig'i var, axloq chaqirig'i var. Shu vaqtning o'zida payg'ambarlarning adolatni ishga oshirish. Qur'onda ko'plagan oyatlar ta'kidlagan İctimai adalet, siyasi adalet, iqtisadi adalet ve başka adalet. Hürlük çaqırığı var. Müstakillik çaqırığı var. Bu çaqırıqlar nimeni ko'rsatsa, iman hitabı bilan inqilab yoki kurash hitabınınki bir-birisidan ayrılmaydiganligini ko'rsatadi. Payg'ambarlarning tavhid chaqiriqi, ibodat chaqiriqi, axloq chaqiriqi. Shuning bilan birlikda adolat chaqiriqi, hurlikka intilish, hurlikni qo'lga keltirish chaqiriqi, zolim, tajovuzchi bo'lgan bo'lsa, uningdan qutulib mustaqil bo'lish chaqiriqidan iborat bu iymon xitobi bilan bugungi mustaqillik xitoblari yoki mustaqillik tashabbuslari yoki inqilob xitoblari bir-birisidan ayrilmaydigan xitoblar. Chunki dinimizda iymon vatanparvarlikdan ayrilmaydi. İman hürlükten ayrılmaydı. İman adaletten ayrılmaydı. İman müstakillikten ayrılmaydı. Bu imanın ki takazzası. Peygamberler qarsak, barlıq peygamberler insanlarını aqidagi chaqirish orqali hür bir inson bo'lishga chaqadimiz chaqadi. Faqat sen Allohga ham qulchilik qil. Allah'ın ham quli bo'l, uningdan boshqa hech qanday bir maxluqqa qulchilik qilmadi. Barlıq peygamberlerin hammasi hürlik chaqirib keldi. Butperestlikka qarshi, dinsizlik qarshi, har xil azg'on aqidaga qarshi insonlarni faqatlam yaratquchi qulchilik qilish majburiyati va uningdan boshqa har qanday falsafa yoki har qanday safsata yoki har qanday izmlarga qul bo'lish seniki majburiyating yo'q. Uningdan o'zingni ozod qilishing lozim dedi. Bu tavhidning taqozosi, bu iymonning taqozosi deb chaqirib keldi. Bu peygamberler çaqagan tavhid chaqiriqi, tavhid aqida chaqiriqi bu aqida inqilobi, bu ideya inqilobi. Bunu bu şekilde düşünüş lazım. Kona İslam aqidasi zid bo'lgan aqidani tamamen yo'g'rishtirish lazım. İslamning pishkariga, İslam aqidasininki tushunsiz zid qildigan ideyani hammasini yo'g'rishtirish lazım. Bu aqidaning taqozosi, bu tavhidning taqozosi bu. Bu payg'ambarlarninki tavhid chaqiriqi, tavhid bo'yicha iymon aytiladigan bu chaqiriq zulmga qarshi, adaletsizlikka qarshi, mahkumlikka qarshi, qullikka qarshi bu hurlikning, mustaqillikning, adolatninki bu marshi bu. Bu aqidani bu şekilde tushunish lazım, bu şekilde bilish lazım. Bu aqidaning taqozosi. Xo'sh.
Qur'oni Karim qaraydigan bo'lsak, Qur'oni Karim bu haqiqatni ro'shan bayon qilib, hadis surasi shunday deydi. Laqad arsalna rusulana bil bayinat. Payg'ambarlarning hammasi biz dalil pakit verdik. Payg'ambarning payg'ambarligini isbotlaydigan bir hammasidan kimligi bor. Hammasining mo'jizasi bor. Payg'ambar bu boshqa insonlardan farqli, boshqa liderlardan farqli, mufakkirlardan farqli, faylasuflardan farqli. Bu boshqalar topilmaydigan bayonotga ega. Buning alayda bir kimligi bor. Alayda buning bir pasporti bor. U bo'lgan bo'lsa-mu mo'jiza. Bu payg'ambardan boshqa hech qanday birisi topilmaydi. Ammo afsuski bugungi kunlikda e'tiqodi buzuq, setilgan, xoinlik millat bo'lishga to'yilgan bir qism ablaqlar bu payg'ambarlarga ig'ir darajada hujum qilib, bu payg'ambarlarning e'tiborini tushirish o'rin. Halbuki Qur'oni Karim payg'ambarlarning hammasiga biz hujjat verdik, dalil verdik, pokit verdik. Payg'ambarlarning ko'rsan eng cho'ng kimlik qoldi bari. Va anzalna ma'umul kitob. Bularda insonlar to'g'ri bilan xatoni ko'rsatadigan yo'l yo'riq berdi. Ta'limot bor, yo'l xaritasi bor, kitoblarni tushirib Rasululloh. Payg'ambarlar bilan Rasulning ikkisining farqi bor. Payg'ambar kitob, payg'ambar deganimiz Alloh tomonidan vahiy qabul qilinadigan ma'sumlik ega, lekin ilgari payg'ambarning yo'lini davomlashtirgan bu nabiy deymiz. Ammo rasul deganimiz, yoki rasul deganimiz bu ayrim shariat olib kelgan, kitob olib kelgan payg'ambarni bu rasul deymiz. Bu rasulning soni 25. Qolganning hammasi nabiy yoki anbiya. Lekin anbiyaning alayda hamiz vahiy qabul qilamiz, vahiy qabul qil. Boshqa insonlar o'xshamdi sizga. Jismoniy jihatdan o'xshaydi, ammo vahiy qabul qilish jihati o'xshamaydi, pok jihati o'xshamaydi. Mo'jizaga ega bo'lsa mo'jizaga ega. Xo'sh. Ma'sum bo'lsa ma'sum. Buni bunday tushunish lazım. Bu payg'ambarlarga biz kitob tushirpadik dedi. Yo'l xaritasi, to'g'ri bilan xato, haq bilan botilni ko'rsatadi. Shuning bilan birlikda mezon dedi. Adolat tarozi bor dedi. Iqtisodiy muomalada bo'lsin, siyosiy muomalada bo'lib qolsin, kundalik muomalada bo'lib qolsin, kitobning taqozosi bo'yicha, ilohiy vahining taqozosi bo'yicha tarozini turg'izib mangiladi. Adolatdan chetda mangiladi, mezonni bilib tushirpadik dedi. Sabab emas insonlarning hammasiniki bir-biz adolatsizlik qilmaslik, bir-biriga zulm qilmaslik, yaquman nas bil qist. Oyatning oxiri va anzalnal hadid. To'mirni tushirpadi. Bu Qur'on bayon qilingan yerda, mezon bayon qilingan yerda, payg'ambar bayon qilingan yerda to'mirning bir voqealigi bor. Demak, bu yerda bir haqiqatni qo'g'dash uchun kuch lozim deydi. Adolatni qo'g'dash uchun kuch lozim deydi. Bu to'mirni ishiltish lozim deydi. Bu bir vosita. Buningda nurg'on fi ba'sun shan kuch-quvvatning manbasi bu deydi. Bugun kunlikda ko'rinib turibdi. To'mi va to'mi madanninki kuch-quvvatiniki insonlarga nurg'un manfaatlar bor. Bu oyat qarasak nima deysiz? Payg'ambarlarning vazifasi ilohiy vahiyni yetkazishdi. Tavhidni insonlarga yetkazishdi. O'zining payg'ambar ekanligini isbotlab insonlarni to'g'ri yo'lga boshlashdi. Adolat turg'izdi, yaquman nas, adolatni barpo qilish. Adolat shakllantirish, zulmga qarshi turish, mustabidlikka qarshi turish, tajovuzchilikka qarshi turish, zulmni qarshi turishdan iborat. Bu vazifa kimning vazifasi esa, bu payg'ambarlarning vazifasi edi oyat karim aniq holatda. Demak, hurlik chaqirdish shuarlar bo'lsin yoki mustaqillik chaqirgan shuarlar bo'lib qolsin. Bu nishonlarni yuqorqi oyat bayon qilganim ortiq qanday bir shuar bor. Qaysi bir millatning, qaysi bir liderning hurlik shuari yoki mustaqillik shuari bo'lib qolsa, uning erishmoqchi bo'lgan emas adolat. Hurlik, mustaqillik, kuch-quvvat. Hammasi yuqorqi oyatda payg'ambarlarning qilgan vazifalarida bayon qilingan bo'lsa, bayon qilingan. Endi Qur'oni Karim bayon qilgan payg'ambarlarning qaysi birisiga qarasak, bu payg'ambarlarning hayotiga cho'nqur tadqiq qilgan bo'lib qolsak, bularning hayotida dini bilan dunyoning birlashganligini, aqida bilan hurlikning birlashganligini, aqida bilan adolatning jipsi maslish manganligini, adolat bilan mustaqillikninki tan qadam manganligini ko'ramiz. Mey Davud alayhisalom olsun, Sulaymon alayhisalom olsun, İbrahim alayhisalomning, Musa va qaysi birisi olib qolsin, buning tarixiga kirgan vaqtimizda bu voqealar aniq chiqadi. Demak, bu yerda hurlik masalasi, zulmdan qutulishdan iborat mustaqillik masalasi bugun zag'irtilib olib aytgan vaqtida Qur'oni Karim bayon qilgan zolimlardan mazlumlarning ko'rishi, haq egili bilan botil, nohaq yo'ldagilarning ko'rishi dal bugungi atalg'uninki hurlik, mustaqillik ko'rishiningki ifodasi. Agar biz Qur'on bu nazar bilan, qonuniyat nazari bilan, ijtimoiy qonuniyat nazari bilan, siyosiy qonuniyat nazari bilan qaraydigan bo'lib qolsak, buning o'rnaklarini bu payg'ambarlarning inqilobiy ruhlarini, inqilobiy ko'rsatmalarini, hayotini ko'plab buni uchirta olamiz. Xo'sh, xo'sh. Rahmat, Alloh razı olsun. Endi bu shu hurlik va mustaqillik bugungi hukm bo'yicha aytganda
Bunun uchun kurash qilgan payg'ambarlardan bir qancha bir misol bergan bo'lsak. Yuqori deganimizdek bu payg'ambarlarniki tavhidga chaqirish, ibodat, go'zal axloq chaqirishdan sirt hurlik, mustaqillik yo'lida kurash qilgan payg'ambarlar ko'p. Asosan hammasi mush yo'lda, hammasi mush yo'l. Biz o'rnak sifatida bir yoki ikkini tilga olaylik vaqt munosabati bilan. Biz Musa alayhisalomni misol qilaylik. Qur'onga eng ko'p voqealik tilganilgan, eng cho'ng jallat, eng cho'ng irqiy qirg'inchilikni olib borgan, eng cho'ng tajovuzchi hokimiyat taqabul qilgan Musa alayhisalomning voqealigini tilga olaylik. Musa alayhisalomning vazifasi tavhidga chaqirish yoki iymonga chaqirish yoki tabliq qilib qo'yish bilan cheklanib qolmadi. Buni ulamolarimiz, vaizlarimiz, da'vatchilarimiz va islom amal qilmayman deydigan qarindoshlarga obdan berish lozim. Musa alayhisalomning vazifasi faqatlam tavhidga chaqirib qo'yish yoki iymonga chaqirib qo'yish yoki ibodatlarni ado qilish yoki go'zal axloqli bo'lish bilan cheklanib qolmadi. Buni asosiy vazifa qildi. Bundan boshqa yana payg'ambarlik taqazzosi bilan abbagan nurg'un ishlar bor. Buni musulmonlik taqazzosi bilish lozim. Musa alayhisalom bir tarafdan qavmini Bani İsrail'den ibaret, İsrail xas bo'lganligi uchun Musa alayhisalom Bani İsrail'den ibaret qavmini hidayetga tavhid chaqirgan bo'lsa, yana bir tarafdan qulluq ishida yashayotgan, mahkumlik ishida yashayotgan, xo'rlik ishida yashayotgan, azob ishida yashayotgan, irqiy qirg'inchilik ishida yashayotgan Bani İsrailning mustaqillik hurlik uchun Fir'avnga va Fir'avnninki sistemasiga jang e'lon qildi. Qur'onda nurg'un oyatlarda bu ro'shanmi so'rashadi. Qur'oni Karim qarasak, Fir'avn hokimiyatining bir shaxs va uninki atrofidagi sistem hokimiyatininki Musa alayhisalomning qavmi bo'lgan Bani İsrail qanday bir zulm qilganligi, qanday bir tajovuz qilganligi, qanday bir irqiy qirg'inchilik qilganligini bunday tasvirlaydi. Yastadif ta'ifatan minhum. Fir'avn o'z mamlakati, o'z hokimiyati ostiga kirgan yoki elib olgan yoki ishg'ol qilib olgan qavmlarni bir bo'lkini yastadib qattiq bozaq qildi. Ajoyib bozaq qildi uni. Ko'zga ilmidi, e'tibor qilmadi, ig'ir darajada xo'rladi. Bu xo'rlash naqshi bo'lgansa erkaklarninki hammasini, qarilarni hisob qilmagan chaqda yoshlarning hammasini yug'ishdi dedi. Bo'g'izlab tashladi. O'tdi dedi. Belki bir qismini zindonga atgan bo'lsa, yuzlab oyatning taqozosi yuzlab yoshlarni yug'ishdi dedi. Ayollarni, qizlarni xizmat qilish uchun, qul qilish uchun, xo'rlash uchun uni olib qoldi, uni hayot qoldi dedi. Dal bugungi Uyg'ur xalqi, Uyg'ur millat duch kelayotgan qirg'inchilikqa o'z vaqtida Bani İsrail Fir'avn hokimiyat tarafidan duch kelgan. Bu Qur'onniki bayoni, Qur'onniki tasavvuri bizga bayon qilib berish. Musa alayhisalom qulluq ishida yashayotgan, xo'rlik ishida yashayotgan, har turli izilishga duch kelayotgan qavmini hidoyatga boshlashda va ularni bu xorliqdan chiqish faqat tabliq qilib qo'yish bilan kifoyalanib qoldi. Mening vazifam tabliq qilib qo'yish, qag'in nim bo'lsa bo'lmam deb bilan qo'l qo'shirib o'tdi. Bu qavmini tavhidga chaqirish, hidoyatga chaqirish, sog'lom yo'lga chaqirish bilan birlikda nima ish qilsa, millatining qavmining elini ochdi. Zulm qarshi turinglar dedi. Bu xo'rlikni qabul qilmanglar dedi. Mustamlikni qabul qilmanglar dedi. Inson bo'lgandan o'rnlarni dasturinglar dedi. Insondek yashanglar, musulmondek yashanglar deb Fir'avnga qarshi zulm hokimiyatiga, tajovuzchilik, ishg'ol hokimiyatiga qarshi turishga harakat etdi. Hem özümü Fir'avnga ochiq oshkora jang e'lon qildi. Musa alayhisalom dediki, biz tavhid e'tiqodida yonmaymiz dedi. Yo'limiz shu dedi. Yo'l harakatimiz shu. Iymon bilan ish qilamiz, iymon bilan harakat qilamiz, musulmoncha harakat qilamiz, bu tavhid e'tiqod yonmaymiz. Ening kaynidan bu hurlik irodamizdan voz kechmaymiz. Ya'ni hurlikdan voz kechmaymizga mustaqilligimizdan voz kechmaymiz. Sen qul bo'lmaymiz. Qulu olab, xo'r olab yashashni, yoki zulmni qabul qilishni, yoki sen bilan apaq-chapaq olab, maslashib yashashni bu rad qilamiz deb Musa alayhisalom ochiq oshkora ifodalimiz. Buni Musa alayhisalomniki voqealik qarasak bu voqealik no'ta aniq. Musa alayhisalomning vazifasi nima edi? Yuqori deganimizdek hidoyatga chaqirish.
Tavhid e'tiqodi, ezib ketgan e'tiqodni islab tavhid e'tiqodi chaqirish, go'zal axloq chaqirish. Bu musiq. Buning bilan birlikda mahkumlik ishida yashayotgan, insonlik dafsanlik qilinayotgan, irqiy qirg'inchilik duch kelayotgan o'zining qavmini bu xo'rlikdan qutqizish yoki ularga qutulish yo'lida, hurlik yo'lida mustaqillikni yetakchilik qilish majburiyati bor. Musa alayhisalom. Ening kendin ular bir vatan qurib berish, ular bir davlat qurib berish majburiyati bor. Bu yuqorqi nishonlarni Musa alayhisalom yaramliq bir shakl, to'liq bir shakl ado qildi. Tavhidga chaqiramiz, tavhid chaqirdi. Xato e'tiqodlarni o'ngishida bo'lsa, millatning o qavmini o'ngishida. Zulmdan, xo'rlikdan, mahkumlikdan qutqazdimi desa, qutqazdi. Vatan qurpadimiz, qurpadi. Davlat qurpadimi desa, uning asosi sapadi. Gerçi to'liq mevasini o'zini qilamagan bo'lsa-mu, yo'lni hozirlab berdi. Musa alayhisalom mush yuqorqi vazifalarni ado qilish yo'lida zulm qarshi turdimi desa, zulm qarshi turdi. Fir'avnning hokimiyati eng chong tajovuzchilik. Bugungilar yo'q uninki oldida. Bugungi vaqtda 3-4 o'g'amiz o zamonda eng chong shu. Nurg'oyani ishg'ol qilgan. Kurash boshladimiz, kurash boshladi. Inqilob boshladimiz, inqilob boshladi. Turmoq kirdimi desa, turmoqqa mi kirdi? Surganga qilindimi desa, surgan qildi. Qo'rqinch ichida yashab, u yerda qichqib majbur bo'ldimi desa, hijrat unga majbur bo'ldi. Namoyish qildimi desa, e'tirozlar bilan namoyish muabbadi. Bugungi zamonning til bo'yicha partizanlik harakatini abbadimiz uni abbadi. Demak, bu yerda zulmni qarshi turishda, tajovuzni qarshi turishda, adolatni qo'lga keltirishda, hurlik erishda Musa alayhisalom nurg'un qahramonliklarni, nurg'un fidokorliklarni, nurg'un kurashlarni abbadimiz abbadi. Bu orqali Musa alayhisalom o'zining vazifasini mukammal shaklda ado qildi. Qur'oni Karimniki bu Bani Isroilga bu shunchalar voqeadan keyin, irqiy qirg'inchilikdan keyin, Fir'avnning hokimiyatidan qutulib, bir yerga erishib bir vatanga erkin nafas ola oladigan bir sharoitga erishganligini Qur'oni Karim nimda tasvirlaydi, qarab boqing. Va awrasnal qawmallazina kanu yustad'afun. Bo'zaq qilingan, dafsanda qilingan, xo'rlangan, insoniy hurmati e'tibor qilinmagan bir qavm bor, bir millat bor edi. Biz bularga eng barakatli deb qaralgan tuproqni bularga berdik. Fir'avnning ishg'oli asridagi barakatli tuproqni bularga miros qilib berdik. Va tammat kalimatu robbikal husna. Bu Allohning Bani Isroil qilgan va'dasi edi. Ya'ni Alloh taolo mu'minlarga yordam berman, haq yo'lda banganlarga, mening yo'limni tutib mangan payg'ambarimga ergashgan, payg'ambarimning yo'liga ergashganlarga nusrat ato qilaman deydigan va'dasi vardi. Uni ishga oshqashdi. Natija nima bilan? Desa, bima sabr. U yerda bir qonuniyat. Sabrchanlik degan hammasi ya qo'shib qilib emas. Iymonni mustahkam turishning o'zi bir sabr. Haqiqatni mustahkam turishning o'zi bir sabr. Prinsipni mustahkam turishning o'zi bir sabr. Hurlik, mustaqillik irodasi mustahkam turishning o'zi bugungidek har xil kuch ko'rtish, har xil besimasi, bu bir sabr. Munkar ishga taqobil turish sabr, harom ishning oldi o'zini tutilish sabr, kelayotgan qiyinchiliklarga bardoshlik berib tayyorlik qilish bu sabr. Hammasi 5-shiga tiqib olish bu sabr emas. Kurashni qilib turib sabr. Ya'ni irodalik bo'lganligi, qonuniy ish qilganlik uchun bu natijaga erishdi. Bu Fir'avn hokimiyatiniki hokimiyatini va ularningki qal'alarni hammasini biz odamlarni vayron qilib tashladik. Bu Allohningki qonuniydi. Demak, payg'ambarning yo'liga ergashgan, payg'ambarning yo'lida mangan, iymonda mustahkam turgan, o'zining hurlik, mustaqillik shuarida mustahkam tura oladigan qavm millat bo'lib qolsa, bu oxirda natija qozonadi deydi Alloh taolo. Qur'onningki qonuniydi, Qur'onning ko'rsatmasi bu men. Demak, bu oyatlar qarasak, bunada nima uchun ular demasa, payg'ambarlarniki hurlik yo'lida, mustaqillik yo'lida, zulm qarshi turish yo'lida, irqiy qirg'inchilik qarshi turish yo'lida nurg'un badallar to'laganligi, jihad qilganligi, kurash qilganligi mana menda bu yerda chiqib turamiz. Haqiqatni mustahkam tursa, kimligini mustahkam tursa, sabab natija qonun bo'yicha ish harakat qilsa, buningda chiqadigan natijani Qur'oni Karim ro'shan bayon qildi. Bo'libmi? Bir mahkumlik duch kelgan, qirg'inchilik duch kelgan, bugun kunlikda biz eng xor holatga qolib qoldik, boshqalarning bizni karomat deb yig'laydigan bir holatga qolib qolgan bir millat Qur'oni Karim bunda bir qonuniyatni ko'rsin.
Ve nuridu an namuna alellezine stud'ifu fil arzi. Stud'if. Bo'za qilingan zaminda. Ma dunyoda bo'za qilingan deydi. Bu dunyoda xo'rlanayotgan, bu dunyoda boshqalarning zulmiga uchqayotgan ayında qavm bo'lib qolsa, biz ularga bir in'om qilmoqchi edi. Yaxshilik qilmoqchi edi. Ya'ni umidsiz bo'lmanglar deydi. Allohninki sizlarga yaxshilikni iroda qilgan tarafi bor deydi. Lekin bu ish o'zligidan bo'lmaydi. Sabab natijaga bog'liq, harakatga bog'liq, ish harakatga bog'liq, irodaga bog'liq, qonuniyatga bog'liq. Ziminda istiqdib bo'za qilinganlarga biz yaxshilik qilmoqchi. G'alba iymon aytganlarga mansub. O'zining prinsipi mustahkam turganlarga mansub. Ening keyin oyatimda vanajalum ayn. Bularni sulton qilamiz deb bugungi zamon tilmoqchi. Bo'za qilingan bo'lsa-mu, xo'rlangan bo'lsa-mu, irqiy qirg'ichi uchqagan bo'lsa-mu, bular chidamliq tura olsa, bardoshlik bera olsa sulton bo'ladi. Vazir bo'ladi, ministr bo'ladi. Hokimiyat bularning qo'lida bo'ladi. Va naj'alumul varisin. Zaminning egisi bo'ladi. Hatto bundan halqib o'tib balki tajovuzlarning zaminini bularning kontroliga kirish mumkin. Va numakkina lahum fil arz. Zaminda bular haqiqiy o'ziniki irodasini yurgizadi. O'zi iroda qilgan qonunni tatbiqlay oladi. Insonga o'xshash o'ziniki hurligini namoyon qila oladi. Zalimlar Firavun bo'lsin va Firavunning askarlari va sistemlar o'xshab bunday zalim bo'lib qolsa, bularimiz ko'gilikni ko'rsin. Bu Qur'onningki qonuni. Buni kim gidadi? Bu Qur'onga bir tasalli sübtida, bir hikoya sübtida, rivoyat sübtida demoqda, bugungi zamondagi, ya bundan ilgariki zamanda, bundan keyingi zamandagi mu'minlarga musulmonlar yo'lni xaris ko'rsatadi. Umidsiz bo'lmasan, qiyomatgacha. Umidsiz bo'lmasan de. Balkim bugungilikda boshqa bir sendan ustunlikni egallagandi. Boshqa birisi o'zini hammadan cho'ng ko'rsatib, iloh da'vosi qilgandi. Ammo haqiqat boshqadir. Bu qonuniyat olmishdi. Sen mustahkam tura olasan, ilm ma'rifatga atlansang, hammadan muhimi aqidangda ilohninki payg'ambarning yo'lida manga olasan, sabab natija qonun bo'yicha ish harakat qila olasan, g'alba yana oylanib san keladi. Umidsiz bo'lmadi. Yo'lning xaritasi bu. Xo'sh. Mana bu Musa alayhisolamning voqealigi boshqa nechilgan payg'ambar bo'lib qolsa. Ko'p rahmat. Ikkinchi bir misolni men qisqa qilaman deb o'tdim. Isa alayhisolam balkim ko'pinchalar buning nima ishi bor deyish mumkin, chunki 33 yoshida voqealigi uzilgan bir payg'ambar insonlardan. Isa alayhisolamni qisqa deb o'taylik. Isa alayhisolam Yahudlar kelgan payg'ambar. Yahudlarning payg'ambari. Gerçi bu Yevropa qit'asida keyin xristian dini u yoq taqalgan bo'lsa-mu, asli Yahudlar kelgan payg'ambar. Isa alayhisolam bu Yahudlarning ozg'un e'tiqodini isloh qilish, Rim imperiyasi besib olgan zamondagi bir davrda kelgan. Bu Yahudlar Rim imperiyasining zulmidan qutqizish va bularni bir hurlik tuyg'usini qo'g'dash uchun qo'lidan kelishicha jiddiy faoliyat qilgan, harakat qilgan, kurash qilgan payg'ambarimiz. Isa alayhisolam. Faqat ruhaniyatga chaqirgan emas. Chunki hozir qilib qolgani u asli iloh aytgan kitob emas. O'zgartirilgan. Asli tarfi bor. Bu Isa alayhisolam o'zining qavmini Rimliklarniki qirg'inchiligidan bo'zaq qilish uchun, ozod qilish yoki ular bir hurlik yo'liga chiqarish uchun tavhid yo'liga qanchalik kuch chiqarib da'vat qilgan bo'lsa, hurlik shunda da'vat qiladi. Allohning yo'l qanchalik da'vat qilgan bo'lsa, hurlik uchun, mustaqillik uchun shu darajada kuch chiqaradi. Hatto bir so'rinda Yahudlar to'plashgan cho'ng bir buniki haykal deb atilib, ma'bad ibodatxonasida shunday deydi. Chayanning balları edi, jilanning balları edi. Yahudlar xitob qilib. Ma'baddikilar, oqsoqollar sho'llanki. Chunki ilohiy ko'rsatmani o'zgartirgan, to'g'ri yo'lni buzgan, mal dunyo uchun setilgan, millatninki u ham bu yoqqa to'zib ketishiga, parchalanib ketishiga sabab bo'lgan cho'nglar ham satqullar. E'tiqodiy satqullar, fikriy satqullar, mansab satqullar. Hey, apaydi, eni. Jilanning balları edi. Men bir sevgi payg'ambari bo'lish bilan birlikda shu vaqtning o'zida hurlik va mustaqillikning payg'ambari degan bir so'zni ishlatgan. Agar bu so'z Injilda kelgan bu so'z to'g'ri bo'lgan bo'lsa. Buning manbasi o'g'achqa Qur'onda yoki hadisda bu aniq nas bo'lmag'achqa buni biz ta'kidlayolmaymiz. Ammo Isa alayhisolam bu zulmga qarshi, tajovuzga qarshi harakat qilgan payg'ambarimiz, harakat qilgan payg'ambarimiz. Shu eng oxirgi bir insonga yaqin bo'lgan payg'ambarlardan ikkini vaqtmas ikkini bayon qildik. Xo'sh. Ko'p rahmat. Kimlar keldi, kimlar ketdi bu dunyodan. Haqiqatan Qur'oni Karimning nurg'ulg'an qissalarda ilgirki ummatlarning
qanday halak bo'lganligini, payg'ambar bilan bo'lgan dialoglarni hammasini ajoyib so'zlaydi Rabbimiz. Firavunninki misollari chiqib qoldi amma shuni davatqa vaqtida Firavun Bani Isroilninki o'g'illarini o'ldirib, qizlarini ham tirik qo'ygan qabla. Bu Xitoyda misol selishtirma qildilar. Bugun shundaq bir davrda yashayapmizki, Xitoy tajovuzchilari shu zaminda ashunday cho'ngchilik qilgan Firavundan eshib ketdi-da. Milyonlagan farzandlarimizni qiz o'g'il demay o'ldiribdi onasining qo'sqida. 9 oylik bo'lib bo'lgandimi rahim qilmasini o'ldirgan bir necis kafirning ostida biz ham hozir. Xo'sh, endi shu Muhammad alayhisolamning hurlik, payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning hurlik va mustaqillik kurashtirdim bir qancha misollar tugatgan bo'lsak. Payg'ambarimizning hayotini nurg'un darslar bilan, nurg'un saboqlar bilan, nurg'un qonuniyatlar bilan to'shab ketgandir. Hayot. Beşidən ta tug'ilgandan tortib ta oxirigacha hayotni ro'shan xaridi. Bu payg'ambarimizning hayoti boshqa dinlar muqaddas deb qaragan kitoblari bilan buni sog'lomliksa shu darajaga to'g'ri kelgan, ashunday kuchli manbaga ega. Hamma narsa vaqt-vaqtdan tortib nati. Payg'ambarimizning hayotini tavhidga chaqirish, ibodatga chaqirish, go'zal axloqga chaqirish, vatanparvarlikka chaqirish, hurlikka chaqirish, mustaqillikka chaqirish, jihodga chaqirish, vatanparvarlik chaqirish, badal to'lashdan iborat nurg'un chaqiriqlarga egamiz ega. Faqatlam aqida bilan ibodatning chaqiriq to'xtab qolmagan. Agar biz aqidaning ro'yini tushunsak, osh yetib ochdi. Aqida bu islomning motori. Buni qanday tushunamiz? Payg'ambar alayhisalom bu aqida bunday tushunishda aqidaga ma'lum amaliy hayot bilan bizga ko'z bermoqda. Bu payg'ambar alayhisalom da'vat erkinligini qo'g'dash uchun va islomning har turli sistemalarni yoki qonun tuzumlarini tatbiqlash uchun davlat qo'yganmiz, davlat qo'ygan. Chunki davlat qo'masa da'vat erkinligini boshqa shug'ullanmaydi. Islomning ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy tuzumlarini tatbiq qilganmaydi. Payg'ambar alayhisalom Arab yarim orlidan iborat vatanini pach-pach bo'lib ketgan, guruh-guruh bo'lib ketgan, yurt-yurt bo'lib ketgan Arab yarim orlidan iborat vatanini birlashtirdi, payg'ambar birlashtirdi. Parislar tarafidan va Rimliklar tarafidan mustamlika ushqigan Arab yarim orlini birlashtirdi va Rimliklar, Parislar iborat ishg'olchilarni qo'g'lab chiqardimiz, qo'g'lab chiqardi. Bu aniq reallikmiz, aniq reallik. Payg'ambar alayhisalom bu ishlarni qilib bo'lib oxirida, umrining oxirida madaniyat tarixlardan bir madaniyatning markazi bo'lib kelgan Sham diyorining hur bo'lishini Rimliklarningki, chunki Rimliklarningki bir poytaxti Roma doğumuz, yani bir poytaxti Sham deydi. Bugungi Suriya zaminida. Bu Sham zamininiki hur holat kirishini orzu qilib bu dunyodan ketgan. Ammo ishga oshirmagan. Biz mushu voqeani misol qilaylik. Voqea chiqib bo'lsin, bir misol tushunish uchun. Bu Rimliklarningki ishg'olga qarta qanday harakat qo'llangan mush bir misolni olaylik. Payg'ambarimiz 7-yili Hicretninki 7-yili Zeyd, Ja'far, Abdullah ismli 3 qo'mondonning yetakchiligida 2000 askarni Rimliklarga qarshi yo'llagan. Bu Mu'ta jangi deb tarixda undaq ataldi. Rim imperiyasi bu 2000 shaxsdan tashkillangan bu islom qo'shini taqobil turgan 150 ming askar yo'llagan. Mu'ta degan yerda jang bo'lgan. Bu jangda Payg'ambarimiz tayin qilgan 3 qo'mondon oq-oqidan hammasi shahid bo'lib ketgan. Va bir bo'lik sahobalar shahid bo'lib ketgan. Bu voqealikni ko'rgan qahramonlardan birisi bo'lgan Xolid askarlarni bu 150 ming dushmanning qo'shinidan 2000 askarlik bu qo'shinni chiqindirib salomat chiqib ketgan. Garchi bir qism shahid bo'lgan bo'lsa, ko'p sonli askarlar ya ko'p sonli qo'shin saq salomat qaytgan. Bu birinchi qatimliq Rimliklarning tajovuzga qarshi elib borgan bir kurash. Xo'sh. Ikkinchi qatimliqi bu 9-yil hijriyaninki, talashmasam, Tabuk urushi. Bu urushning sababi kim bilan bo'lgan, ya kimlar bilan esa islom qo'shini bilan Arab yarim orolining bir qismini ishg'ol ostiga olib olgan Rim imperiyasi bilan bo'lgan bir to'qinish, ya kurash. Payg'ambar alayhisalom Rimliklarga turli buning voqeali sabablari va uni kirmaymiz. Buni taqobil turish, ya qarshi turish uchun 30 ming kishilik qo'shin tashkillagan. Yoz vaqtida 40-50 graduslik eng issiq vaqtida 30 ming kishilik qo'shin tashkillagan. Bu qo'shin Tabuk degan yer borgan vaqtida bu asosan shu Rimliklar ishg'ol qilgan bir doir o
hozir Saudning zemini bo'lganda burun Rimliklarning zemini hisoblanib tuproqqa ishg'ol qilib olgan. U yer borgan vaqtida u Rimliklarningki atrofidagi valiylari yoki qo'chaq amaldorlari qo'rqib qochib ketgan. Bu qatimliq nimada urush bo'lmagan. Bu qatimliq safarda urush bo'lmagan. Bu ikkinchi qatimliq. Payg'ambar alayhisalom 3-qatim Usomaning qo'mondonligida yana bir qo'shin tashkillagan. Bu o'lab ketishga yaqin bir voqealik. Payg'ambar alayhisalomning orzusi nima etilsa, bu Sham diyorida bir iymonni, o'rlikni ko'rgisi bor. Sham xalqining Rimliklarning qilayotgan zulmlardan, qirg'inchiliklardan qutulishni, o'rlik erishishni, mustaqillik erishishni orzu qiladi. Shu Payg'ambar alayhisalom 3-qatim Usomaninki qo'mondonlik asar qo'shin tashkilladi. Ammo afsuski bu qo'shinga o'zi qo'mondonlik qilolmadi. Qo'shin yo'liga chiqishdan ilgari bu dunyodan ketdi. Bu qo'shin Usomaninki qo'shini kim qo'mondonlik qilgan desa, ismi u, ammo cho'ng qo'mondonlar Abu Ubayda va Xolid ibn Valid, eng cho'ng qo'mondonlar. Abu Bakrdan boshqa asosan cho'ng vazirlarning, cho'ng sahobalarning hammasi bu Usomaninki qo'mondonlik asr qo'shini ba'zi. U 18 yosh atrofidagi bir yosh qo'mondon. Ammo bilimlik, ilm egisi, olim, qari, boshqa har turli ortiqchiliklar ega bir shaxs Usama. Payg'ambar alayhisalom shuni qo'mondon qilib tayinlagan bo'lg'achqa, boshqa undan katta bo'lgan vazirlar va boshqa davlat oqsoqollar hammasimi kirdi bo'lsa, bu qo'shin kirdi. Bu jangda islom qo'shini bilan Rimliklarning orasida Yarmuk deydigan yerda cho'ng ko'lamli bir jang boshlandi. Bu jangda islom qo'shini g'alaba qildi. Rimliklar tamoman bu yerda bartaraf bo'lib mag'lub bo'ldi. Mush janglar Rim imperiyasining Arab yarim oroli bo'lgan ishg'oli tamoman tugdi. Oxirlashdi. Demak, mana bu voqelik yana nimani ko'rsatsa, bunda garchi boshqa g'azotlarda payg'ambarimizdan boshqa nurg'unliga voqelik bo'lgan bo'lsa-mu, boshqa keyin to'xtalamiz payg'ambarimizning harakatlari haqida. Payg'ambarimizdan bu yerda hurlik uchun, mustaqillik uchun, zulmga qarshi turish uchun, adolatni barpo qilish uchun irqiy qirg'inchilik olib borayotgan, insonlarni xo'rlayotgan bundaq sistem, bundaq hokimiyatlarga kurash olib borganligimizni payg'ambarimizning hayotini ro'shan buni ko'rib olgan bo'ldi. Bu faqat bir misol. To'g'ri zodi. Alloh razı olsun. Ko'p rahmat Mishat Tugtayli. Hakikaten ba'zilar Resulullah'ның əməliyyatı Peyğəmbərimizin hayatığında biz qısqı tərcümanını oxusunu ba'zilar deydi ki mesela bu din degan siyasetga aralashması kerak, din ayrım narsa, dinni xuddi butunlay masjid yoki insonning qalbiga ham solib o'tib dunyoning siyosatining hech bir ishga aralashmaydi deb. Yevropaning falsafasi. Ha, qisqa bir hayoti qor islam aslida Rasulullah'ninki ham o'zininki atrofidagi xalq ham butun dunyoda adolatning, Allohning so'zining yuqori pallaga chiqishi uchun bergan qurbonliklar, jihadlar hammasini shu ko'rsatilgandi. Rahmat, Alloh razı olsun. Şəhədə Tugtayli. Qadrli görürmənlərimiz, şuna qılıb bugünkü sanımızı bu şəhədə axırlaşdırırız. İnşallah Rabbim ömür bəsi aldığımızdaki sanda başqa bir temada görüşküşə aman boğaçlar. Assalamu aleykum və rahmetullahi teala və barakatuhu.